programmaga MySQL darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda MySQLdagi order by operatoridan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni order by'ni qayerlarda ishlatamiz? Ya'ni ma'lumotlarni sortlash uchun, ya'ni tartiblash uchun ishlatamiz. Hozir misollar ko'rib chiqamiz. Bu bo'yicha bizga customer stable kerak bo'ladi bugungi darsimizda. Ko'radigan bo'lsak, customerimizni mana ID'sini ko'radigan bo'lsak, ya'ni tartib bo'yicha tartiblangan, ya'ni raqamlar ketma-ketligi bo'yicha. Ya'ni bizga shart berildi, ya'ni first name'ni ko'radigan bo'lsak, yana bosh harfini har xil, ya'ni B, I, F lar bilan boshlangan, to'g'rimi? Bizga shart berildi. Shunday shart shundan iboratki, ya'ni first name'larni, ya'ni alfabet tartib bo'yicha tartiblab bergin degan bizga shart berildi. Biz buni qanday qilamiz? Ya'ni fromdan keyin order by kalsozini yozamizda va o'sha sortlamoqchi bo'lgan kolumnimiz nomini yozamiz. Ya'ni nima? First name. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Shu ismlar ya'ni alfabet tartib bo'yicha tartiblangan. Ya'ni qaysi harfdan boshlanadi alfabetimiz? A dan boshlanadi, to'g'rimi? Keyin A, B, C. Agar D ga bo'lmaydigan bo'lsa, keyingi ketma-ketligini olib ketaveramiz. Misol uchun E. Lekin ko'rishingiz mumkin, customer ID'si buzilib ketdi. Nimaga? Chunki biz first name bo'yicha tartibladik, sortladik, ya'ni ma'lumotlarimizni. Xo'p. Endi buni birthday bo'yicha qilib ko'ramiz. Yo, first name qarang. Ko'radigan bo'lsak, mana A bo'yicha boshlandi. Endi buni teskarisiga ham qilishingiz mumkin. Desk kalsozdan foydalangan holda. Mana ko'radigan bo'lsak, ya'ni teskari tartiblandi. Bu ask esa, ya'ni bu default holatda o'zi ask tartibda tartiblanadi. Xo'p, endi biz birthday'ni qilib ko'ramiz. Birthday bo'yicha tartiblab ko'ramiz. Ya'ni customerlarimizni hozir ishga tushirmasdan ko'rsataman, mana ko'rishingiz mumkin. Har xil tartibda turibdi mana. 74 boshlangan, esa 64, oxiri 93. Endi birthday bo'yicha qiladigan bo'lsam, customerlarimni sortlasam, mana ko'rishingiz mumkin. 1964-yildan boshlab 1993-yilgacha, ya'ni tartiblangan ketma-ketlik bo'yicha. Buni teskarisidan, ya'ni teskarisidan qiladigan bo'lsam, qaysi kalsoz foydalanardim? Desk kalsozidan. Ko'rishingiz mumkin. Endi 1900 tepasidan endi pastga tushyapti. 1993 dan 1964-yilgacha. Xo'p, order bo'yicha shular. Endi sizga exercise beraman. Xo'p, exercise tushuntiraman. Ya'ni order items table'imizni ochadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Order ID'lari, ya'ni shartni tushuntiraman. Ya'ni order ID'si 2 ga teng bo'lgan. Qaytaraman. Ya'ni order ID'si 2 ga teng bo'lgan va faqatgina ko'rishingiz mumkin quantity'si bor va unit price bor, to'g'rimi? Ya'ni quantity miqdor, unit price ya'ni shu bir donasining narxi. Ya'ni o'shani ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni общий, ya'ni total price chiqadi. O'sha total price'ni topib turib, ya'ni yangi kolumn yaratasizda, o'shani total price deb nomlaysiz va ya'ni yuqorisidan pastga qarab, ya'ni shuni tartiblash kerak. Order by kalsozdan foydalangan holda. Xo'p, exercise shundan iborat. O'zingiz videoni pauza qilib bajarishga harakat qilib ko'ring. Men esa yechimini ko'rsataman. Xo'p, birinchi navbatda ya'ni order items table'imiz kerak bo'ladi. Hop, endi where, ya'ni order ID'si 2 ga teng bo'lgan dediga, ya'ni order ID'si teng bo'lgan 2 ga, mana 2 ga teng bo'lgan order items'dan topib oldik va select qildikda, ya'ni yangi kolumn yaratamiz dedik, to'g'rimi? Ya'ni quantity'ni ko'paytiramiz. Unit price ga. Darslarimiz davomida sizlarga boshida darsimizda ko'rsatgandim. Ya'ni shu mana bu amallarni bajarishimiz ham mumkin. Shu yerda va uni as kalsoz orqali nomlaymiz, ya'ni total price. Yangi kolumn yaratyapmiz biz. Hozir bizda error chiqdi. Error nima ekan? Bu topilmadi deyapti. Quantity. Mana bizda chiqdi общий summa va shuni tartiblashimiz kerak. Xo'p. So'ng tartiblasak, yuqoridan o'z pastga shu. Endi buni teskarisiga qilib ko'ramiz. Order by total
price. Mana ko'radigan bo'lsak, pastdan tepaga. Agar buni teskarisiga qilmoqchi bo'lsak, test count so'zidan foydalanamiz. Ko'rishingiz mumkin. Agar sizda ham natija shunday chiqqan bo'lsa, javobingiz to'g'ri. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.